Farzandining ilk bor boshini mustaqil tutishi, o'tirishi yoki qadam tashlashi har bir ota-ona uchun katta quvonch. Ayniqsa tug'ma nuqson yoki bolalar serebral falaji tashxisi qo'yilgan o'g'il-qizlar uchun bu natijalar uzoq davom etgan mehnat va sabr samarasi hisoblanadi. Mamlakatimizda bunday bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularni reabilitatsiya qilish va jamiyat hayotiga faol jalb etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu borada faoliyatini ana shu ezgu maqsadga bag'ishlagan mutaxassislar ham samarali mehnat qilmoqda. O'zimizda bilim kam bo'lsa, chet davlatlardan o'rganib kelib, shu yerda bolalarni davolayapmiz. Biz shu bolalarni davolab berishda juda ham katta mas'uliyat bilan shu maydonga chiqqanmiz. Biz orada mashg'ulotlarni onalarga ham o'rgatamiz-da. Shularni ham agar ko'nikmalarni olib, ular ham yordam berishsa, bizga bola pog'ona ko'tarilishni boshlaydi. Farg'ona shahridagi mazkur tibbiyot muassasasida mashg'ulotlar davomida bolalarning yoshi, jismoniy holati va imkoniyatlaridan kelib chiqib, maxsus dasturlar qo'llaniladi. Nuqtali massaj va jismoniy mashqlar esa bosqichma-bosqich olib borilyapti. Bugunga qadar respublikaning turli hududlaridan murojaat qilgan 13 mingdan ortiq bemorlar bilan ishlangan. Ularning aksariyatida harakat faolligi va jismoniy imkoniyatlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan. Bir qarashda oddiy ko'ringan bunday natijalar bolaning mustaqil hayotga yaqinlashayotganini anglatadi. Bolam tashxisi DTSP edi. Hozirda 3,5 yoshda, 2,5 yoshida kelganmiz muolajaga. O'ta holati bo'sh edi, o'zini tuta olmas edi. Hozirda 3-bosqichdan keyin bo'yinlarni tutdi, qo'liga tayanib o'tirishni boshladi. Xursand bo'ldik. Keyin yana davom ettirdik, to'xtatmasdan boshladi. 7-dan keyin emaklab ketdi to'rayoqlab. Hozir bemalol narsalarni ushlab 8-9 muolajadamiz hozir. Bemalol yurib harakat qilyapti. Farzandlarimizni sog'lom hayotga qaytishga katta yordam berishyapti, sababchi bo'lishyapti. Buning uchun juda katta minnatdormiz, xursandmiz. Kuch-quvvat tilaymiz. Kattakon rahmat ularga hammasiga sog' bo'lsin. Reabilitatsiya shifokor, ota-ona va bolaning hamkorligida bosib o'tiladigan uzoq yo'ldir. Mutaxassislar fikricha, tug'ma nuqsonli bolalarni reabilitatsiya qilishda erta murojaat qilish, to'g'ri yondashuv va uzluksiz mashg'ulotlar muhim o'rin tutadi. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi faqat davolash emas, muhimi bolalarning imkoniyatlarini kengaytirish, ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash va oilalarga ishonch berishdan iborat.